Xabaringiz bor, Willy Wonka yameli shkolatlarga 3 ta tilla chipta yashirgandi. Ulardan 2 tasi topildi. Chiptani birinchi topgan bolakay semiz g'irt to'nka bola bo'ladi, ko'rasizlar. Oyam qo'shniga siz olib chiqqan deb chiqaradilar. Keyin stolisini qarasam, yamelli shkolatlar turgan ekan. Sraz olib o'g'lab olib chiqib qoldim. Ichidan bo'lsa oltin chipta chiqdi. Faqat bunacha hech kimga qo'yishga kerak emasdilar. Voy, buni hamma ko'ryapti-ya. Hech kimga qo'ymaysizlar, sizlar. Bahokama ko'ryaptilar, voy. Keyingi chiptani kamida bitta boyvuchchani bolasi yutib oladi, qarab tur. Bo'ldi. Chiptani qanday qilib yutib oldingiz? Bolajonim shunday yonimga keldida, patara buzdirib yuborib, menga oltin chipta olib bering deb aytdi. Menga oltin chipta topib bering. Top bering. Shunday Willy Wonka telefon qildimda kelib tashab ketdi. Yana bitta chipta qoldi. Bu qaysi omadli insonga nasib qilarkan? Bolam, bobong bilan maslahatlashib tug'ilgan kuningga pensiya pulimizga jamiyat shkolatini olgan edik. Gazga to'lashinglar kerak edi-ku. Gazda ovqat qilsak, kosamiz oqarmas ekan bolam, uloqa. Oltin chipta! Kendi Gold qandolat fabrikasiga xush kelibsizlar. Men Willy Wonkaman. Willy Wonka emas, Willy Bonka bo'lib qolsan-ku. Marhamat. Bu yerda italyanskiy kekslar tayyorlanadi. Voy xudoyim. Eshitishimcha beva ekansiz. Ha, shunaqa. Men ham bevaman. Nima ajrashgansiz? Ha, qo'ysin, mo'ylovi bor edi. Lekin menga umuman yoqmasdi. Lekin o'ziga yarashardi. Bar menga yoqmasdi-da mo'ylovi. Siz operatsiya qiling-da. Yo yoqardi, yo yoqmasdi. Fabrikamizning asosiy shirinliklaridan biri yamili. Ada, ma'lumot bor ekan. Sizga ilindim. Voy, rahmat. Voy, buncha ham shirin bola ekan-a. Otda sen kim bo'lasan? Sizga o'xshagan beva bo'laman shakilli. Ana endi sizlar sho'tdagi shirinliklarni xohlagancha yesanglar bo'ladi. Tekinga. Fabrika. Shu bizanikidagi tekinda bo'lmaydi-da. Sharmandalar, ko'rmaganni ko'rgani qursin. Ichkarida olib yedi-da, o'zing bilan olib ketib balo bormi?